Dorbozga qara o'yinini bilasanmi? Qanaqa? Oldin tepaga bir arqon tortishar ekan. Dorboz arqon ustida yurar ekan. Cho'ntak kesarlar esa odamlarni tepaga qaratish uchun dorbozga qara deb tepani ko'rsatib odamlarning hamyonida cho'ntagida nima bo'lsa olishar ekan. Bu safar o'yin kattalashdi. Kimdir dorbozning arqonini kesdi. Dorboz yiqilib o'ldi. Barcha odamlar dorboz o'ldi deb jasadni ustiga to'planishdi. Cho'ntak kesarlarning bu safargi niyati millatning cho'ntagini emas, uyini tunash. Butun mahallani, butun shaharni, butun mamlakatni tunash.